Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Azizaxon, Xojona, siz bo'lasiz adashmasam. Men bo'laman. Onajonim, xayrli kech deymiz va bugungi go'zal kunlaringiz, yana bir bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Agarda qimmatli vaqtingizdan birozgina olsak-da, ijozat bersangiz, siz uchun yetib kelgan samimiy tabriklarimiz bor. Ijozat berasizmi, onajonim? Nima, qaysi korxonadansiz, Asaljon? Ayni damda tabriklar loyihasi boshlovchisi Sarvinozxon siz bilan jonli tarzda suhbat qurmoqdamiz, onajonim. Sarvinozxonmisiz? Albatta, bugun sizni tavallud kunlar bilan tabriklash maqsadida sizni bezovta qilmoqdamiz. Rahmat, qizalog'im. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi bir yaqin insoningiz bor ekan. Ushbu tilaklarni sizga yo'llab qoldirganlar. Ijozat berasizmi, o'qib eshittirsam siz uchun? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim, Allohdan so'ragan barcha imkoniyatlaringizni, go'zal ijobatlarini ko'rib yuring. Atrofingizda mana shunday yaxshi insonlar ko'p bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. Bebahosan mehring bir daryo, oy chehrangdan taralar ziyo. Nafosating libosi hayo, shirin so'zing dillarga davo. Sen azizsan ayol. Ta'rifingga yetmagay ilhom, ko'ngillarni aylaysan xirom. Muhabbatga ko'milib har on, doim kulib yurgin sho'x-shodon. Sen azizsan ayol deya bugun mana shu samimiy tabriklarni qaysi mehriboningizdan juda ham kutgandingiz, onajonim? Meni juda shashtirib qo'ydingiz-da. Keling, asta ayta qolamiz. Bugun ayni damda sizni hamkasblaringiz ichidan bir yaqiningiz tabriklab qolmoqdalar. Shohsaxonmi? Kim? Shohsaxon. Bugun juda ham yaxshi ko'rguvchi mehribonlaringizdan juda ham samimiy bir insoningiz bor ekanlar. Ayni damda ismlarini yozmabdilar deb o'ylab qoldim. Yo'q, yozmabdilarmi? Hamkasbingiz yozibdimi? Hamkasbim deb yozibdilar. Hayotimda ham, ilmda ham doimo menga ustoz bo'lganlar. Uzoq yillardan buyon yonimda yonma-yon birga ishlaymiz deb yozibdilar. Ilohim, mana shu yaqiningizni ishlaymiz, Shohsaxon. Shogirdim. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Sizga rahmatnomalar va go'zal tilaklar, samimiy so'zlar bilan tabriklab qolmoqdalar. Keling, siz uchun o'qib eshittiramiz. Mayli. Alloh rozi bo'lsin. Ismlarini yozmabdilar-da, biz ham e'tibor bermabmiz. So'rashga aybga buyurmaysiz. Ayni damda sal turib sizga yetkazib qo'yamiz kimligini, opajonim. Maylimi? Xo'p bo'ladi, xo'p. Keling, mana shu hamkasblaringiz uchun samimiy tilaklaringiz, rahmatnomalar, ayni damda kelajaklariga go'zal tilaklar bildirsangizda, ularni ham xursand qilib qo'ygan bo'lardik. Meni qalbimda rosa tilaklarim ko'p. Meni hayajonlantirib tilaklarim ham. Xayolimdan ko'tarilib ketadigan qoldik-ku endi. Keling, birozdan keyin ayta qolamiz. Ayni damda siz uchun yetib kelgan samimiy tilaklarni o'qishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, opajonim. Bizning suyanchig'imiz va qadrdonimiz. Bugungi eng go'zal kuningiz, tavallud ayyomlar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Avvalo sizga Alloh taolodan mustahkam sog'lik, uzoq umr, cheksiz baxt va saodat tilaymiz. Inshaalloh barcha qilgan ezgu niyatlaringiz amalga oshsin. Martabangiz bundan-da baland bo'lsin. Ishlaringizga rivoj va baraka yor bo'lsin. Opajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Sizni opa emas, o'z opamdek ko'ramiz va hurmat qilamiz. Mehribonligingiz, samimiyligingiz va oq ko'ngilligingiz bilan qalbimizdan alohida joy olgansiz. Har doim oilamizning quvonchi, fayzi va ko'rki bo'lib yuring. Oqibatimizga esa ko'z tegmasin. Doimo ahil va onoq bo'lib yurishlikni Allohim nasib aylasin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring.
Yuzingizdagi tabassum, qalbingizdan quvonch hech qachon arimasin. Allohim sizni barcha balo-qazolardan asrasin. Xonadoningizdan tinchlik, mehr, muhabbat va barakani aritmasin. Farzandlaringiz kamolini, yaqinlaringiz rohatini ko'rib yuring. Yuzbahor emas, minglab shodliklarni, quvonchli va baxtli kunlarni ko'rib yuring. Har bir yangi yoshingiz o'zingiz bilan yanada ko'proq baxt va omad olib kelsin. Nimaga orzu qilgan bo'lsangiz, barchasiga yeting. Siz bunga har tomonlama munosib insonsiz, opajon. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Har doim yonimizda kulib, baxtiyor bo'lib yuring. Tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin deya ushbu samimiy tilaklar siz uchun edi. Voy rahmat kattakon. Tabriklaring uchun juda xursand bo'ldim. Bir ajoyib surpriz qildilaringda. 30-ga Rahmat. Onajonim, keling, mana shu hamkasblaringiz uchun samimiy tilaklar bildirib, ularni ham xursand qilsak. Bo'ladi. Marhamat. Tilaklarim juda ko'p qalbimda qaynab chiqqan. Ilohim, Allohimdan ularga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, baxt, saodat, boylik tilayman. Hammalari farzandlarim baxtiga, ilohim, yon veridagi yaqinlarini baxtlariga sog' salomat yursin, to'ylar ko'rishsin, menga o'xshab nevaralar ko'rishsin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yetkazganiga beadad, behisob shukr. Mana farzandlarim ko'payishib, tinib, tinchishib, chiroyli bo'lib yashaganlarga Allohim hammalariga shunaqa kunlarni ko'rishini tilab qolaman. Mana ilm olayotganlarga kuch-quvvat, ilmlari ziyoda bo'lishini tilayman. Allohim hammamizni qatorimizdan xato qilmasin. Shu 100 ga kirganimizda ham birga yuraylik. Jannatlarda birga sayr qilaylik. Allohim bizni u dunyoya bu dunyo do'stligimizni, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimizni yo'q qilmasin. Hamma narsa Allohdan. Allohim panohida bo'lsin. Allohim o'zi qo'llab-quvvatlasin. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Rahmat. Bo'ldim. Qanchalaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Jariga qilganlaringga alhamdulillah, Allohga shukr, alhamdulillah. Inshaalloh sizlarga xonadonlaringda ham mana shunaqa xursandchilik bo'lishini Allohdan tilab qolaman. Mana hamma narsa mehnat arkasidan, mehnat qilganingiz sari bir narsaga erishasiz. Rohat deb oxiri mana rohatini ham ko'rasiz. Mana farzandlarim to'g'ri sizlar rohatlarini ko'rib, ko'zlarim quvonib, har bittasini alohida umuman kimni tanisam hammalarini yaxshi ko'raman. Allohim mana shunday yaxshi insonlarga ro'para qilganiga Allohga behad cheksiz alhamdulillah deyman. Rahmat. Shu qizim. Mana shu samimiy tilaklaringizni doimo ijobatlarini ko'ring. Bu albatta sizning mehnatlaringizni samarasi va yaxshi inson bo'lganingiz uchun atrofingizda yaxshi insonlar ham juda ham ko'p va mana shu tabrik she'rlarimizni siz uchun yo'llab qolamiz. Tirgakdirsiz yurgan yo'limda, har bir ishda o'rnaksiz opa. Yaxshi kunda, yomon kunimda menga juda keraksiz opa. O'zingizni ehtiyot qiling, men uchun bo'laksiz opa. Qaddingizni egmasin hayot, menga juda keraksiz opa. Siz oq ko'ngil farishta misol, ushalguvchi tilaksiz opa. Bir donasi sizga yo'qdi misol, menga juda keraksiz opa deya bir-birlaringizni doimo ardoqlab yashashlikni Allohim nasib aylasin. Bugungi yana bir go'zal bahoringiz muborak bo'lsin deymiz. Allohim umringizga doimo barakat etsin, xonadoningizga tinchlik, fayz va barokat bersin opajonim. Amin ajim. Amin. Sog'i, omonlikda yuring doimo. Siz bilan suhbat qilganimdan g'oyatda mamnunman. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Hammalaring sog' salomatlikda yuringlar. Qatorlaringizda xato bo'lmaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani xonadoni obod bo'lsin. Xonadonlarda qut barakalar yomg'irda yog'ib tursin.